Azizlar, ham masjid, ham cherkov, ham yahudiylarga sinagog bo'lgan, ham majusiylarga ibodatxona bo'lgan bu muazzam masjidni ko'rganmisiz? Menimcha ko'rmagansiz. Chunki bu masjid haqiqatan ham juda ham chiroyli, juda ham go'zal, o'ziga xos me'moriysi, o'ziga xos tarixi bilan boshqa masjidlardan yaqqol ajralib turadi. Bu masjid qayerda? Bu masjid Turkiyani Diyarbakır degan shahrini markazida Ulu Camidir. Bu Ulu Cami mana nimalarda ham yozib qo'yibdi. Tarixida hozir o'qib chiqsam aytadiki, Hazrati Muso alayhissalomning vaqtlaridan beri bu masjid ibodatxona bo'lib kelgan. Dunyoning eng eski ibodatxonasi. Ya'ni qarib 3400 yildan beri ibodatxona bo'lib kelgan. Ya'ni hozir masjid-ku bu 639-yil sahobalar fath qilgandan keyin bu joy masjidga aylangan. O'shandan beri kunimizgacha alhamdulillah faqat masjid sifatida ishlatiladi. Undan oldin Vizantiya vaqtida cherkov bo'lgan. Undan oldin esa Muso alayhissalom o'sha vaqtlardan keyingi davrda bu yer sinagog, havro deyshadi, sinagog bo'lgan. Undan oldin esa hatto xalq orasida aytiladiki, majusiylarning ibodatxonasi bo'lgan deyshadi. Shunaqa eski, tarixiy, qadimiy bir ibodatxonaga keldik hozir.